Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana muborak Ramazon oyi ham tugab bormoqda. Ramazon oyining oxirlarida albatta insonlarda fitr sadaqasini qachon beramiz degan savol tug'iladi. Avvalo fitr sadaqasi haqida qisqacha nima uchun berilishi haqida aytib o'tsam. Insonlar Ramazon ro'zasini tutayotgan vaqtlarida gohida bilib bilmay turli gaplar og'izdan chiqib ketgan bo'lishi, shuningdek ba'zi noqulay amallarni qilib qo'ygan va shu sababdan ko'ngli g'ash bo'lib yurgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha g'ashliklarni yuvib yuborish uchun sadaqai fitr to'lash joriy qilingan. Fitr sadaqasini hayit namozigacha berish kerak bo'ladi. Agar hayit namozidan keyin berilsa, u oddiy sadaqa hisoblanadi. Fitr sadaqasi miskinlarga beriladi. Fitr sadaqasi huru qul, erkagu ayol, yoshu qari, boyu kambag'al hammaga vojib bo'ladi. O'zida yo'qlarning nomidan ularga nafaqa berish lozim bo'lgan shaxslar beradi. Vallohu a'lam.